Men yana keldim-da. Xotin, sen bunaqa kayfiyatda kelmada, sen shunaqa kelsang, doim bir problema bo'lgan. Dadasi, motivatsiyani itini topib keldim sizga. Yo, onasini yemsin. Hozir itni motivatsiyani itini eshitaman. Bu baxt. Короче, hayotdagi hamma muammolaringizni bittada unutishni xohlaysizmi? Cho'tta bunisi boshqacha-ku. Конечно, xotin. Buning uchun har kuni 5 litr suv ichishingiz kerak bo'ladi. Problema bilan suv nima aloqasi borligini tushunmadim-u. Amal davom etchi, keyinchi. 5 litr suv ichgandan keyin nima bo'lishini bilasizmi? Kuni bo'yi tualetga qatnaysiz. Muammolarni o'ylashga vaqt bo'lmaydi. Ularni unutasiz. O'ylab topgan motivatsiyangga sani. Sezyapsanmi? Oxirgi payt bergan hamma motivatsiyang tualet bilan bog'liq. Bu nima yomon? Zato muammolarni unutasiz. Xotin, mana shu motivatsiyalaringdan tualetda olib tashlasang, seni jon qulog'im bilan eshitaman. Hatto nimadir yomon sasiyapti. Bo'pti. Unda bunisini eshiting. Bunisi boshqacha. Vo? Tualetsiz motivatsiya zo'rda. Qani? Короче, bu motivatsiyani olganingizdan keyin muammolar ildizi bilan unutiladi. Xo'sh, qanday ekan u? Xullas, ertalabdan bo'kib olma yeysiz. Ustidan 1 litr sut ichasiz. Xotin, bu motivatsiyaning o'ziga motivatsiya kerak-ku. Qani bu muammoni unutish? Sut ichib bo'lganingizdan keyin yarim soatdan keyin siz tualetdan chiqa olmay qolasiz. U yerda yashaysiz. Tualet qiroliga aylanasiz. Xotin, sezyapsanmi? Tualet seni hayotiy mazmuniga aylanib qolibdi. Zato muammolarni unutasiz. Yengil bo'lasiz. Nima, senga tualet shunchalik baxt keltiradimi? Nima u? Hamma motivatsiyangda tualet bor. Ha, men tualetni yaxshi ko'raman. Tualet menga yoqadi. Usiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Tualet. Tualet qayerdasan? Qayerdasan tualet? Yo, onasini emsin. Sen mabodo tualetda tug'ilmaganmisan? Dadasi? Dadasi? Ha. Dadasi, telefoningizni ekraniga men rasmimni qo'yib qo'yibsiz-a? Voy, dadasi, ko'rib shunaqa xursand bo'ldim. Demak, meni shunchalik yaxshi ko'rib ardoqlarkansiz-da, dadasi. Endi-chi sizga yanada itoatli bo'laman. Hamma ishlaringizni xo'p bo'ladi deb qilaman. Umuman gap qaytarmayman, dadasi. Конечно, xotin. Seni-chi vahshiylarcha sevaman, tushunaysanmi? Voy, yo'g'i. Xotin, men seni vahshiylar sevaman, tushunaysanmi? Sen meni borimsan, butun jahonimsan. Sen bilmaydigan yana bitta sabab bor-da. Mana shuning uchun rasmni qo'yganman. Voy, bundan ham kuchliroq sabab bormi? Albatta, xotin. Bu gaplarni eshitish uchun aniq o'tirib olish kerak. Qani o'tirchi. Voy, albatta dadasi, o'tiraman. Xo'sh, qanday sabab ekan? Bilasanmi? Erkak kishini boshida shunaqa ko'p muammolar o'tadi. Bu yoqda kredit, oilani boqish, ko'chadagi muammolar, ishdagi muammolar, ota-onaga qarashish, xullas dahshatli muammolar ko'pda. Erkak shuning uchun ba'zida siqiladi, ba'zida yig'laydi. Mana shu paytda shunday telefonim olamanda seni rasmingga qarayman. Voy, shunda biroz yengil tortasizmi? Конечно. Yo'q. Mana shunday muammo turganda, mana muammolar nima bo'pti deb biroz yengil tortaman. Nima? Xotin, sen menga bespashshatli motivatsiyasan. Shuni hozir sevgi haqida gaplashyapmizmi? Конечно. Nyam. Hayat şaşırtır zaten. Bugungi ish normali bo'ldi. Padaringga la'nat. Kun bo'yi itda ishlaysan-da, bitta radarda xat keladi, hammasi rasvo bo'ladi. Radar yo'qsan. Voy, mashinani egasi telefon qilyapti, hozir radar haqida gapiradi ham. Alo, ho aka. Generatorga tushibsan-da, sekinroq desa olasanmi? Ha, to'layman aka, to'layman. To'lab qo'y bugun borib. Ha, to'layman dedim-ku, to'layman. Qo'shni qalaysiz? Ha, qo'shni, yaxshimisiz? Qo'shni, o'tgan hafta tushgan ekansiz 5 ta radarga. Vikib olgan mashinangizni egasi tashlab ketdi. Mashina haydashni eplolmayapsiz, o'rgatib qo'yaymi o'zim? Menga qara.
ko'zimdan tur yo'qolib ketganda bo'lmasa mana shu qog'ozlarim uchun tiqib qo'yaman, tushundingmi? Xo'p, men nima dedim? Yaqol. To'raklat, sakkizaklat, uchaklat, Aganalardan hakkadim. Oyt. O'ynaklat. 15 aklat. Onang. Kendim sarxishman bu kecha. Otsan. Man aytdim bunga buncha ko'p ichmadim. Qaysi birini ichirding? Voy bilaman, xotinimga o'xshar ekan. Yana ichdingizmi? Ichganim yo'q. Qasam iching. Sani o'rtaga qayta qo'yib qasam ichaman, ichganim yo'q. Yana bir marta ichsam, idish tovoqlarni yuvaman deganmidingiz? Man bu uyning erkagiman. Men bitta gapiraman. Tushundingmi? Idishlaring qayerda? Yaxshimisan? Nima bo'ldi? Qara, sen o'limni yetib qolma yana. Menda qarzang bor bilsanmi? Men qara yaxshiroq gapir, o'lib pul qilsin ma'lisi. Sen jo'ra esingdami? Senga kafil bo'luvdim-ku, bankdan kredit olib ekanamiz. Shunqa bera olasanmiz qilib. Nasib qilib beraman. Yashab turgan uying 20 ga kreditga olgansan, bilasanmi men nomiga? Men kafil bo'lgandim. Agar nimadir bo'lsa, senga men ham ketib qolaman, ha? Jo'ra tuzalsam qilib beraman-da. Anu kreditga olgan mashinaga men kafil bo'lganman-da. Tuzalib ketasanmi ish qilib? Jo'ra, doktor aytdi, agar o'zim operatsiya qildirmasam, oyoqqa ketib qolar ekanman. Qayoqqa? Oyoqqada U operatsiya nech pul ekan? $5000 ekan. Bolalar, hozir shunday men suvga chiqib kelinglar. To'xta, men ham birga chiqaman. Hozir kelamiz. Bezga olib kelinglar. Bolalar, nima qilib yana 5000 beramiz? Beramiz endi, uni davolatish kerak buni. U o'lib qolsa bergan 5000imizga yana kuyamizmi? Davolatmasak o'lganda unda qolgan pulga kuyamiz. Beraylik bo'lmasa. Albatta ekanda. Yashash olamiz endi. Oringlarga shukur. Alo. Guli, narsalaring yig'. 2 soatdan keyin Dubayga ketamiz. Dubai Ko'rishmasak mayli jonim goodbye